أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bütün hamd sanalar, maqtaşlar ve alkışlar alemlerinin Rabbi Allah'ı olsun. Yaxşı aqibət, və qəlbələr huşyarlarga olsun. Salat, salamlar, aman esenlikler, qollaş və destekler Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'a, onun ailesiga, onun sahabelerine ve onun yoludan kıyametkiçe mağan bütün yoldaşlarga olsun. Esselamu aleyküm, qadirlik Şərqi Türkistanlıq qarindaşlar. Bugün Ramazan'ın 9. günü. Ettigellik 10. günü buludu. Ramazan'ın 1. 10 günü rahmet degen 10 gün ahırlaşkan buludu. Onundan keyin mağfiret zamanı başlaydı qarindaşlar. Allah hemimizden günahlarımızda mağfiret kılsın. Bu Ramazan'ı biz için mübarek kılsın. Bugünkü sohbetimiz qarindaşlar En'am suresinin 65. ayetinden buludu. Rabbimiz bu ayette şundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvel qadiru ala en yeb'ase aleykum azaben min fevkikum ev min tahti erculikum ev yelbisekum şi'a ve yudîqa ba'dakum ba'se ba'd. Unzur keyfe nusarriful ayati leallahum yefkahun. Sadakallahul azim. Rabbimiz Muhammed Aleyhisselam var. Yoki bütün haq yo'l da'vatchilarga shunday xitob qiladi. Ey bandam, de seninki millatingga. U Allah qodirdir. Ala ayyabasa alaykum azaban min fawqikum. Sizlarning ustinglardan, ya'ni osmondan sizlarga azab tushirga, azab evatishga Allah qodirdir. Yoki sizlarning ayaklarının astidan mı azap çıkarıp sizlerge evetişki qadirdir. Yoki sizlerge bölünüşlerini evetiş arkalık sizlerine bölüş arkalık her taifige bölü bitiş arkalık ve yudîqa ba'dakum ba'd. Bazılarını üzerlerinin bazıları bilen azaplaşma mukadırdır. Bazı degen nayet eğer ezenin canını ağırtıdığan azap buludu. Yoki muşundaq sizlarni bölüp ötiş arqılık o bölüm bu bölümge azap qiladigan, yana bir bölümge azap qiladigan. Bir teşkilat, yana bir teşkilatga azap qiladigan, yoki tillaydigan, haqorat qiladigan, yana birisini tillaydigan. Shunda o'zaro kelishmas, o'zaro bisi-bisiga nishonni sanjaydigan, bir-biriga zehrini sanjaydigan, birisi-birisini xaf qiladigan shunda halqa ekilib, azoblashga Allah qodirdir. Undur, qarab baq bandam. Keyfe nusarriful ayati. Biz sizlerge düşündürüş için derslerini qandaq örüp ve çörüp. Bazı bu taraftan düşündürüp bakımız, bazı yana bir taraftan düşündürüp bakımız, bazı başka noktadan düşündürüp bakımız, bazı başka boyuttan düşündürüp bakımız. Kur'an'ın ayetleri sizlerge hak ve hakikatini düşündürüş için her türlü muşundaq tasarruf kılıdı ayetlerini. Leallahum yefkahun. Bu insanlar fakih olsun da. Yani bu dünyanın kanuniyetini düşünsün. Allah'ın bu dünyayı yaratkan kanuniyetini düşünsün. Allah'ını düşünsün de biz ayetini her noktadan düşündürürüz. De milletinge deydi. Şimdi Peygamber Aleyhisselam muş ayet nazil bolgan vaqtida azabım min fawqikum degan vaqtida Peygamber Aleyhisselam ey Allah
üstümüzden azap yağdırıp bizni azap qilishingdan sağdimiz. Sana pana tilaymiz. Bu azapdan bizni qutqizib qo'y degandan Allah ma'qul degan deydi Payg'ambar alayhisalom. Amin tahta arjulikum degan yakkaga vosita ya Allah bizni oyoqlarimizning ostimizdan suv chiqarib to'fon bilan yoki vulqon chiqarib o't bilan azab qilmag'in deb duo qilgan vaqtimda Allah ma'qul deydi Payg'ambar alayhisalom. Bu ikkinchi azab endi bu. Osmondan azab tushirish birinchi azab, yerning tagidan azab chiqarib azoblash ikkinchi azab. Endi uchinchi azab sizlarni bo'lish orqali biringlarning zehrini yan biringlarga sanjitish orqali, o'zinglarni o'zinglar chiqish orqali, o'zaro bo'g'ishish, o'zaro talashish, o'zaro tepish orqali manda azab bilan azoblaymiz degan oyat bu yakkaga vaqtda Payg'ambar alayhisalom sahobalarga debdi, bu rad qilindi. Buni talab qilsam bu duoyim rad qilindi. Shu narsa so'ragandim. Osmondan azob tushirib talab qilish qabul bo'ldi, yerdan azob chiqarish bu qabul bo'ldi. Ammo o'zaro fitna chiqqan vaqtda bu fitna azobi qabul bo'lmadi deb Payg'ambar alayhisalom shunday degan. Nima uchun degan vaqtda qarindoshlar, Allah bu ummatdan fitna chiqqan vaqtidami, ya'ni yordam qilaversa imtihon buzilib ketadi. O'ylab boqayli. Musulmon bo'lgan qilam davomli qushliq turaversa, davomli yaxshi yashayversa, o'zaro fitna chiqqargan taqdirda hech nima bo'lmasa, musulmon bo'lgan qilam yaxshi kun ko'rsa nima bo'ladi? Bütün kafirlar musulmon bo'lib oladi. Shuning uchun bu dunyodagi Allohning qo'yib qo'ygan qonuniyati musulmonga, kafirga o'xshash ishlash kerak. Bu dunyoni Allah imtihon uchun yaratdi dedik ya, imtihon uchun yaratib qo'yib, andan keyin musulmonlar men musulmon bo'ldim desa, uningga davomli imtihondan o'zini beraversa, qolganlarga lekin qonuniyatni ishlatib 80 alding, 50 alding, 60 alding degan tursa, bu musulmon bo'lsa, shunda bo'ldigan ishkanda musulmonlik moda bo'lib, Xi Jinping musulmon bo'lib oladi. Fir'avn musulmon bo'lib oladi. Shuning uchun Allah adolatni muhofaza qilish uchun bu dunyoga kelgandan keyin bu dunyoning qonuniyati bunga o'xshash ishlaydi, musulmon bo'lmaganga o'xshash ishlaydi. Endi fitnaga tushib qolgan vaqtda adam tashlatish qiladi, hammadan bisiga zarni sanjiydigan ish bor. Bu musulmonlik ishlamasa yana bo'lmaydi. Masalan, Muhammed Aleyhisselam'ның sahabeleri deymiz. Sahabelerini ko'rsak, shunda 5'imizden üstü yeri var. Her qanday sahabe. Şu sahabeler Peygamber Aleyhisselam vafat bo'lgandan keyin o'ttirishga fitna tushibdi. Bir-birini o'ldirgan halga keldi. Sahabelarni o'ldirdi. Sahabelar orasida urush bo'ldi. Rınalardan Hazreti Ömer şehit oldu, 2. halife. Hazreti Osman radıyallahu anh şehit oldu, 3. halife. Hazreti Ali radıyallahu anh şehit oldu, 3. halife. Muşu fitne sebebi muşunda oldu. Yani Allah bizge Muhammed Aleyhisselam'dan keyin şunda bir ders qoldi ki, ey insaniyet, sizlar rahbaringlar Muhammed peygamberdek rahbar bo'lar. Onunki kişileri, onun sahabileridek sadık ve samimi, ixlasmen bo'lar. Eğer aranglarga fitne kiriplam qalsa, fitne fasad kirib bölünüplam ketsanglar, bu bölünüş fitnesinin aralığında yürü turamaysizlar, veren bo'lib ketsizlar. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın sahabileri bölündüğü mana örnek dep Allah şu üzümüzden, közümüzden aldı da şu sahabelerin örnek kılıp koyalım. Şununla o'xshagan hamda o'xshash fitnaga biz tushsak, bularning Sharqiy Turkiston xalqi tushsak, shunday bir vatanimiz ishg'ol ostida turgan vaqtda Xitoydek ko'p nüfusli bir dushman bizni o'ldirib yetaman deb o'limga hukm qilib ijro qilib atgan bir vaqtda biz bo'lansak halok bo'lamiz. Endi bu bo'linish o'zligimizdan bo'lmadi bilamiz. Bu Sharqiy Turkistonliklarningki bo'linish haqida
istihbaratning puli var, Xitoy davlatining strategik planlari var, diplomatik kuchi var, siyosiy kuchi var, istihbarat kuchi var, iqtisodiy kuchi var. Bütün kuchini selib bizni bo'layotdi. Chunki biz av zaminning egasi bo'lgandan keyin bo'linmasak, bir yerdan bo'sab chiqib, aj zaminninki bizning zaminimiz ekanligi o'tirib chiqib qolsa, Xitoy g'alaba qilolmaydi. Shuning uchun bütün kuchi bilan bizni bo'lishga tirishyapti. U Xitoy dushman bo'lgandan keyin bo'ladi. U normal. Dushman degan o'zining raqibini bo'ladi, parchalaydi, o'ldiradi, yo'q qiladi. U normal. Ammo normal bo'lmayotgan ish bizning shu bo'linishga rozi bo'lib, gap qilmay turishimiz. Oyatning nozil bo'lishida qarindoshlar. Yuqoridagi oyatda deydi: Allah kechining zulmatlaridan va yo'q, Allah yer ustining zulmatlaridan va dengizning zulmatlaridan kim qutqizadi degan. Sizlarga mush yer yuzida bir zulmat basvasi, zulmlar yoki beshonliq baloy afat kelsa, yoki dengizda beshonliq baloy afat kelsa, o'ladigan chig'ingda, halok bo'ladigan chig'ingda siz shu Allohga yalvarib duo qilasizlar. Shu duo qilgan vaqtingizda sizlarni shu baloy afatdan kim qutqizadi deb bo'lib, Qulillahu yunajjikum minha. Allah qutqizadi. Ve min kulli kerbin. Yalğızı onun dillam emas. Ve min kulli kerbin. Bütün balay afetini Allah qutqizadi. Allah qutqizib bo'lgan yoqi summantum tushrikun, sizlar shirk keltirsizlar, yana vafosizlik qilasizlar. Sizlarningki beshonlig'i zulm kelgan vaqtdagi duolaringlar, ibodatlaringlar butunlay saxtipazlik. Zulmdan qutulish uchun manfaatingizga kelgachga ibodat qilish, duo qilish, manfaatingizga kelgach qilyapsizlar. Agar beshonlig'iga kelgan musibatni biz ko'tarib etsak, yana shirk qo'shib Allah'dan başka narsalarning aqısını jugurib mağdığan milletler deb Allah yuqorida nima qilgan, tanqid qilgan. Bu Allah'ning tanqid qilgan milleti bir tip. Bu hamma yerda bor, hamma zamonda bor bir narsa. Endi buni biz Sharqiy Turkistonlikninki ustimizga munda kiyib baqsaq, bizni Allah qanday baloy ofatlarga mubtalo qildi, qanday baloy ofatlardan qutqizdi, qanday yerda ketkizib qo'ydik, qanday yerda vafo qildik, qanday yerda vafosizlik qildik deb buni qarab baqsaq qarindoshlar. Biz har qatim beshimizga kun kelgan vaqtda juvishib chiqdik. Allah kuchimiz oz bo'lsa-mu g'alaba ato qildi. Yaqinqi zamonda ikki qatim mustaqilligimizni e'lon qila oldik. Shunda g'alabani Allah berdi. Tariximizda bekchiq fursatlarni berdi, bekchiq davlatlarni qurdik. Her devletlerini kurduk, dünya koşkan töhfemiz müvekkil oldu. Muşundaq fırsatlarda Allah'a çın esilip turmay, dünya menfaatini talışıp bölünüp ketkeçke, aqdağlık, qaraqdağlık degendek. Yaki o parti, bu parti degendek, yaki o teşkilat, bu teşkilat degendek, bölünüp mansaq, bu düşmanның hücumuga taqabul turamaymiz. Yiqilishga mecbur. Şunun için bundaq bir bölünüş zaten Allah Teala tarafından kelgan bir azapning türü. Allah uçuq davatidir. Sizlarni bir-biringizga selib, parchalab, bir-biringizga zahringlarni tiqqizib, mendaq azoblashga Allah qodir deydi. Bu vafosiz, samimiyatsiz insonlarni bu dunyodagi Allah'ning jazolaydigan jazo turlaridan birisi bu. Endi biz bu jazodan qutulish uchun qarindoshlar mush ulug' Ramazon ichida turyapmiz. Vafosizligimiz uchun, Allohga vafosizlik qilganligimiz uchun, samimiyatsizlik qilganligimiz uchun istig'for aytaylik. 2 kundan keyin mag'firat zamoni keladi. Shu chaqda Allah bizga ey bandam, hacitin bormi? De, hacitin ravo qilay. Agar mendan panoh tilaydigan ishlaring bo'lsa, panoyimga olib seni qutuldirib qo'yay. Agar rizq talab qiladigan ishing bo'lsa, ehtiyojing bo'lsa, de ehtiyojingni qamdab qo'yay. Gunohlaring bo'lsa, mendan istig'for tilay, kechirim so'ra, gunohlaringni mag'firat qilay deb
Muş Ramazan aylarida Allah'ın bizge hitap kılıngan vakitlari, bulapmı keçilleri. Muş vakitte kardeşler samimi dua kılaylı, samimiyetimizni, samimi iman, samimi amel, samimi ihlaslık amel berişke Allah'dan da dua talep kılaylı. Allah bizni köçürüp kalsa acep emas. Hem de Allah ayetini toxtatqa vaqtida unzur kayfa nusarriful ayat. Qarab baq benden biz ayetlerimizni qanday tushuntiramiz sizga deydi. Bu nusarrif degan qarindoshlar arabcha o'qib baqil bo'ldi. Sarf deydigan bir ilm bor. Sarf ilmi. Buningda shu bir kelimani turlash orqali bir kelimadan 192 tur chiqariladi. Bir kelimenin an yıldızını bilib olgan adam aşını Arab grammatikasi bo'yicha turlab qaysi zamonga tava, nimaga tava, nima mazmun chiqadi, mazmun o'zgarishlarini tatib bilib 192 ni bilgili bo'ladi. Shuni sarf ilmi deydi. Yana birga ma bu oltinni eritib, keraksiz yerlarini chiqarib etib, oltinni saplashtirib, oltin ilm berim qiladigan insonlarning sarraf deydi. Oltinchini. Allah bu yerda bizga kayfa nusarriful ayat deyishda bandalar men sizga bu dunyoda yashatish orqali oltinni eritish orqali tavlab qanday uning darajasini ko'tarsak, bu dunyodagi beshanlarga kelayotgan ishlarning hammasi ashuna darajalarni ko'tarish uchun Allah her qatim shunday fursat beradi. Muş fursatlarni bilsin deb Allah ayetlerini her türlü anlatıdı. Ey bandalarim, Allah'ın ayetlerini tushunishga tirishinglar. Allah'ın ayetleri degan gap qarindoshlar, men o'qiyotgan ayet Qur'onning ayeti. Bu Qur'on Allah'ın kalami bo'lgan ekan, Allah'ın ayeti. Bu hamda arabcha bilgan, tafsir o'qigan insonlar tushunadi buni. Allah'ın ayeti faqat Qur'onda emas, biz yashayotgan dunyoda mı bor? Qur'on nazariyasi bo'lgan bo'lsa, biz yaşayotgan dünya Kur'an'da deyilayotgan qonuniyatning icra qilinishi. Kur'an'da deyilayotgan gap bilan biz yaşayotgan dunyoning icraatida hech qanday farq yo'q. Allah nima degan bo'lsa shu shaklda yashayotimiz, shu qonuniy shu shaklda ma'navotida. Shuning uchun Allah bizdan biz oyatlarimizni shunday tasarruf bilan har turli tushuntirishga tirishyapmiz. La'allahum yafqahun. Bu insonlar faqih olsun deb. Faqih olsun degan qonunshunosni faqih deydi. Bütün qonunni o'rganib, yolg'iz qonunni o'rganish, qonun chiqarishni o'rgangan. Qaysi asosiy qonunga asosan, qaysi qonunlarga tayinib turib qonun chiqarish. Buni faqih deydi. Fiqh ilmi degan islomiy qonunchilik ilmini fiqh ilmi deydi. Allah bizni faqih olsun deb oyatlarni shunday o'rgatgan. Ya'ni bu dunyoning qonuniyatlarini tushunsin deb. Qarindoshlar, bir hakimdan so'rabdiki, sarang deb qanday odamga deymiz deb. Dur, uni odamni bilsin sarang deydi ekan, kallasi ishlamaydigan sarang deydi ekan. Siz sarang deb qanday odamni deymiz desa, hakim shunday dedi. O'xshash ishni qilib farqli natija kutgan insonlarni sarang deymiz. Her qatim o'xshash ish qiladi, natijasi farqli chiqadi deb kutadi. Bu saranglik debdiki. Biz qarindoshlar saranglikdan qutulishimiz lozim. Qutulish uchun o'xshash ishni qilavermasligimiz lozim. Strategiya o'zgartirish lozim, taktika o'zgartirish lozim, bizning aqidamizni o'zgartirishimiz lozim. O'zaro bir-birimiz bilan bo'lgan muomalani o'zgartirishimiz lozim. Bir-birimizni tushunishga tirishishimiz lozim. Buning ham Xitoy istixborotining bek çok to'salg'ulari bor. Uni bilamiz. Ammo Xitoyga ishlamaydigan, Alloh bilan uchrash umidi bo'lgan insonlar, Allohning oldiga borsam qanday qilaman degan insonlar eng az bir-birimizni tushunishga tirishishimiz lozim. Bir-birimizga yo'l qo'yadigan, bir-birimiz bilan qo'l tutib mengishni biladigan holga kelishimiz lozim qarindoshlar. Unda bo'lmaganda mushunda fitna bilan,
hozirgidek ittifoqsizlik bilan, hozirgidek bo'linishlar bilan davom qilaversak, natijamiz o'xshash chiqaveradi. Bu dunyodan bir kun o'lib ketamiz, tugab ketamiz. Buningki bu dunyoning, bu umrning hisobi bor. Umringni nimaga ishlatding? Sana bergan iqtisodni nimaga ishlatding? Yoshlig'ingni nimaga ishlatding? deydigan savol so'rab boshlandi o'lgandan keyin. Shuning uchun bu oyatning mazmuniga asosan samimiy bo'lib haqiqatga qaytayli. Biz birlashamasligimizning sababi qarindoshlar kichiklab ketganligimizdan bo'ladi. Biz aqlimiz kichiklab ketdik. Ma kichik vallar birisi asa urushib qoladi. Birdamda chiroyli o'ynayotib bir kim talashib, birdamda vaqirishib, jaqirishib, bizni tatlashib urushib qoladi. Nima uchun? Onda aql kichik. Aqli kichik bo'lg'achqa, u cho'ng bo'lmag'achqa urushib qoladi. Cho'nglar nima uchun urushib qoladi? Aqli kichik bo'lg'achqa urushib qoladi. Biz o'zimizni cho'ng deymiz. Ammo cho'nglikda alishimiz. Ash kichik vallarmi cho'nglikda alishadi? Kichik baladan birine 4 yoshlik, 5 yoshlik balani buvoq deb baqayli qanday achchiq keldi ekan. Hey baby deb baqayli kichik balaga 4 yoshlik, 5 yoshlik mushu yeslik boradigan balaga baby deb baqayli, buvoq deb baqayli qanday achchiq keldi ekan. Masalan bizni baby deb xo'shilab ketimiz, anim bos yosh ko'rinib ekanmidi. Cho'ng o'g'achqa babyning yomon bir narsa emasligini bilgachga qapolab ketmaymiz. Ammo kichik bala aqli yetilmagachga kichik balada achchiq kelib ketadi. Shuning uchun biz o'zimizni agar cho'ng tutadigan qo'yimiz bo'lgan bo'lsa, bir-birimizga hurpiyib, sen nima etding deydigan holatimiz bo'lgan bo'lsa, qarindoshlar, ro'y holatimizda bu insonning niyati bo'ladigan ish-ku. Menga peshonasi yezg'ili qo'ymaydi. Kibr, ujub, o'ziga alqa. O'zi yarab ketadigan ishlarning hammasi insonning qalbida bo'ladigan ishlar. Agar bu ishlar bo'lgan bo'lsa, qarindoshlar, biz taqbek kichik holatimiz. Kichik deganimiz aqlimiz mo kichik, eng yomoni ma'naviyatimiz bek kichiklab ketganlik. Ma'naviyatimiz bek tuvallab ketgachga, mushunda xiyollarda bo'lib qolamiz. Men cho'ng deydigan xiyollar, takabburlik, ujub, riyo hammasi ruhi kichiklab ketgan insonlarda bo'ladi. Shuning uchun Allohning dargohida cho'ng insonlar bo'lishimiz uchun, Allohni rozi qila olishimiz uchun, Allohdan duoyimizni bir ijobat qildirib, bir g'alabaga erishib, maqsadimizga yeta olishimiz uchun qarindoshlar, bir-birimizni sevishga majbur, bir-birimiz bilan hamkorlashishga majbur. Birinchi numurliq qarashtiradigan narsa ittifoqsizligimiz bo'lishi lozim. Her qanday bir inson aramizda ittifoqsizlik tirishsa, seni avmandoq davlatida, ma'mandoq davlatida desa, yoki o'yin o'ynab shubha uyantirishga, shubha selishga insonlarning kallasiga tirishsa, bu tip insonlardan hazar eylishimiz lozim. O'zaro ittifoqimizni qo'lga keltirishimiz lozim, qarindoshlar. Alloh hammamizni ittifoq qilsin. Muhammad alayhisolamning sahobalariga ittifoq qilsin. Muhammad alayhisolamning sahobalariga shunday birisi-birisiga yordam qila oladigan, butun iqtisodini o'z do'sti uchun voz kecha oladigan iqtisod. O'zining ehtiyoji turibmi, boshqalarning ehtiyojini qamdashni fazilat biladigan bizning burunqi odatimizdek. Shunday fazilatli insonlardan qilaversin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. Selamun alal mursalin velhamdülillahi rabbil alamin.